Ey, aqli zaif odamzod, men o'zga sayyoralikman. Mana qara ko'rsatsa. Bu 14 ta pasportim bor dedimi? Ha, xo'jayin, ana amerikanskiy pasporti ham bor ekan, o'shanga ham kiritib olaylik bu nomiga. Galaktikaga qancha yangilik kiritish mumkin edi? Sanani eng aqli zaif Einsteiningdan ham meni miyam zo'r ishlaydi. Lekin men shu ikkita ahmoqqa ishonib o'tiribman. Salan deb meni o'zini sayyoramdan ham deportatsiya qilishdi. Ana maydagilaring men sayyoramga qarzdorlik qilibdi. Nimaga meni o'ziga kiritib olasanlar? Ha? Nimaga? Xo'jayin, ana Guli alimentga bergandan buni xabar yo'qmi deyman, ha? Qanaqa Guli? Men hech qanaqa Gulini tanimayman-ku. Ya, o'zga sayyoralik, sen Gulini tanimasang, xo'jayin taniydi. Ya, u kimda imzo qo'yuvding esingga bormi? To'g'ri solib. Ha, imzo chekkandim. Ha, o'sha xo'jayinning o'g'illarini metrkasi edi. Men o'tasini deb qo'l qo'yding. Yana nima soldik? Nima? Nima deganingmi? Aqli zaif. O'zing aqli zaif. To'g'ri deb qo'l xo'jayin. Endi buni har kun ko'raversak, so'raveramiz. Ketdigan o'tga kirib to'laylik buni.